Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. O'zimni shaxsiy fikrimni bildirib o'taman. Agar noto'g'ri bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Nodirjon, shu yerda noto'g'ri fikrlayapsiz, noto'g'ri o'ylayapsiz deb. Va men o'zim to'g'rilashlikka harakat qilaman. Sog'lom turmush tarziga rioya qilishligimni sabablari bor. Hammada sabab bo'ladi-da. Shaxsan men o'zimnikini nima uchun men sog'lom turmush tarziga rioya qilyapman va odamlarni nimaga men targ'ib qilyapman bu narsaga tushuntirib berishlikka harakat qilaman. E'tibor bergan bo'lsalaring, katta foizi 70-80% odamlarda vafotidan oldin xastalik keladi unga va o'sha xastalik bilan vafot etadi. Endi tasavvur qilinglar, bir xil yoshdagi odam, ikkita erkak kishi, yoshi bir xil, kasalligi ham bir xil deylik, mana shu ikkita odamga ikki xil qarash bo'ladi atrofidagilar. Chunki xastalik kelganda odamga faqat atrofida o'zini yaqinlari qoladi-da, qolganlar ketadi. Mana shu yaqinlarida ikki xil qarash bo'ladi, ikki xil odamga. Bittasi sog'lom turmush tarziga rioya qilib yashab o'tdi va eng sifatli mineral vitaminlarni ichdi, hattoki arzonini ham ichmadi-da, yo'q. Men sog'ligim uchun eng sifatlisini beraman deb ichdi, sport bilan shug'ullandi. Lekin unga kasallik keldi. Buni atrofidagilar ko'rib turibdi, yaqinlari kuzatadi uni. Qanaqa harakat qilyapti, sport bilan shug'ullanishini, nimalarni iste'mol qilib turganligini ko'rib kuzatib keladi. Bunga qarash boshqacha bo'ladi odamlarda. Zo'r qaradi, lekin Alloh taqdirda yozgan ekan, keldi shu. Bitta qandaydir hurmat nazari bilan qaraydi deb o'ylayman men. Endi ikkinchi odam ichadi, chekadi, semirib ketgan. Uni ham kuzatganda yaqinlari. Va bunga boshqacha qaraydi deb o'ylayman. Ichib, chekib, sport bilan shug'ullanmasa, mana shu holatga kelar ekanda odam degan nigoh bilan qaraydi deb o'ylayman men. Vot mana shu yerda ikki xil qarash. O'shani mana shu ikkovi odam hamchi his qilib turadi. Bemor odam his qilib turadi va mana bu odamchi erkin yotadi. Haligilarda oldida yuzi yorug' bo'ladi-da. O'g'lim, qizim, aka, ukam, qadrdonlarim, mana imkon qadar sog'ligimga yaxshi qarashga harakat qildim. Bunga sizlar guvohsizlar. Lekin Alloh taqdirida yozgan ekan, shu bemorlik keldi-da endi, deb turib haligilarga yorug' yuz bilan qaraysiz-da. Ikkinchi odam bunaqangi qarash bilan, bunaqa fikrlar bilan ular bilan gaplasha olmaydi deb o'ylayman. O'zini ma'lumot qilib yotadi u. Ichib, chekib, rasvo yashadim, oxiri mana shu holatga keldim deb o'zini ma'lumot qilib yotadi deb o'ylayman odam. Sizda maqsad nima? Sog'lom turmush tarziga rioya qilishligingiz. Endi 43 ga kirdik-da biz. 43 ga kirdim men o'zim. Va men o'zim tengxo'rlar, o'zimdan yoshlarga ham aytaman, даже o'zimdan yosh kattalarga ham hali kechbas harakat qilinglar, odam o'zini o'zgartirsa bo'ladi. 5 ta qoida va 5 ta mashq deyman. Shu narsani yoshingizdan qat'iy nazar